Assalomu alaykum. Buxoro Chang'an avtosaloni ashaddiy muxlislari. Bugungi obzorimizda Chang'an Unica modeli. Chang'an Unica modeli shu gabariti bilan 2 turbina motor, 220 o't kuchini o'zida jamlagan 8 talik avtomat korobkada bo'ladi. Mashinamiz polni привод. 4 tala balonni ham tortadi. Bu tog'mi, toshmi, cho'l, adir hamma joyga moslashgan yo'l tanlamas va haybat mashinamiz. Ichki qismga keladigan bo'lsak, motorlarimiz o'zi 21 diska balon bilan jihozlangan. McPherson nezavisimiy ходовойda alohida jihozlangan bo'ladi. Ford kompaniyasi bilan savmet ishlaydi. Amerikaning nomer 1 brendlaridan. Undan tashqari 360 kamera va 5 ключ dasturlargacha bor. Mashinamizning ichki qismiga keladigan bo'lsak, sportivniy rul, sportivniy salon sizni kutib oladi. Undan tashqari 360 kamera, video registratorlargacha bor. Palasi ushlash, samat armajeniya tizimlari, avtopilot o'zini-o'zi boshqaruv tizimlarigacha bor. Lidar funksiyalarigacha mashinamiz o'zida jamlagan. Undan tashqari elektron sideniya, abduf, abagrev sideniyalarigacha bor mashinamizda. Undan tashqari panorama tomlari bilan jihozlangan mashinamiz. Orqa qismiga keladigan bo'lsak, orqa qismi ham anchagina keng, katta, uzoq yo'llarga komfort mashinamiz. Orqa sideniyalari ham isiydi. Mashinamiz kuzoviga keladigan bo'lsa, kuzovi ham otsenkoviy zanglamaydigan perlamutrli kraskada bo'ladi. Bak sig'imiga keladigan bo'lsa, bak sig'imi ham 70 litr bak sig'imiga ega bo'ladi. Orqa qismini oladigan bo'lsangiz, orqa qismida vehicle sistemalari, mana bu luchtillari 4 ta. 4 talasi ham ishlaydi. Prosta obbank uchun qo'yilmaganda. Bagajlarimiz ham elektron bagajda bo'ladi. 500 litr bagaj sig'imi, sizdan yotqizsak sizga tayyor spalni bo'ladi. Yoki deb 1,5 tonnagacha yukni oladi o'ziga. Zapaska, dagatka, instrumentlargacha bor hammasi. Orqa subwoofer kolonkalargacha bor, bayon olsangiz bo'ladi. Orqa subwoofer kolonkalar, undan tashqari ikkita sovutish tizimi. Orqaga hozirgi yoz kunda meva-cheva qo'yasiz, qovun tarvuz sovutib ketaveradi. Qishni kunda esa isib turadi. Undan tashqari mashinamiz disk rejimlargacha bor. O'zi avtomatik qaytaradi. Hozir ichki qismlarini bir yoqib ko'rsatamiz polnisida. Mashinamizning ichki qismi mana sizni 4 ta monitor kutib oladi. Bu monitordan multimediyasi, audio sistemalari, mashinaning o'zini boshqaruvi bor. Mana bu monitorlarda mashina baloni dami, motorning funksiyalari, оборот datchiklari, benzin оборотlarini hammasini ko'rsatib turadi. Bundan tashqari mashinamiz беспроводный zaryadniklarigacha bor. Polni привод deb aytib o'tdim bo'ya. Xohlasangiz передний qilib qo'yasiz. Xohlasangiz avtoga qo'ygan paytingiz mashina nagruskaga tushdimi, sразу avtomatik 4 tala balonni ham qo'yishadi. Undan tashqari polni привод 4 tala balonni o'zida ham haydasangiz bo'ladi. Undan tashqari mashinamiz klimat kontrollarigacha bor. Stenalari soviydi. Ikkala stena ham, orqa stenalar abagrev isiydi ham. Bunaqa funksiyalar ko'p mashinalarda bo'lmaydi. Bu komfort, premium dizayndagi mashina. Bundan tashqari panorama tom. Panorama tomlargacha bor. 360 kamera. Mashinani siz 4 tala tomondan ko'rib turasiz. Mana. Oldindan va orqadan hammasini ko'rsatadi. Siz orqaga degan paytingizda millimetrgacha sizga ko'rsatib turadi. Qancha nima qoldi, hammasini aytib turadi. Undan tashqari o'zining video registratori. 4 tala tomondan mashina o'zini o'zi yozib turadi. Mashina o'chgan payti ham o'zini yozadi. Дополнительный fishka kamerasi sizda mana monitorda ham ko'rinib turadi. Orqada mashina bo'lsa, bemalol ko'rsangiz bo'ladi. Mana funksiyasi. U yo'q. Siz bo'ladi. Mashinamiz dizayn jihatdan BMW, Mercedesdan qolishmaydi. Bari ochilish tizimi ham anchagina mukammallashgan. Bizning manzilimiz Buxoro shahri Gazli shossesida joylashgan Vlad Avtositidagi Buxoro Chang'an rasmiy dilerlik markazi. Barchangizni avtosalonimizda kutib qolamiz.